Assalomu alaykum. Chorvador aka-ukalar. Bodir akam mana aziyat etdi. Qo'chqarlarga ham berishni boshlabdi. Mana qo'chqarlarni ko'ringlar. O'zlaring bir bahosini berasizlar. Ikkichish qo'chqarlar ekan, ikkichish bo'lgan ekan. Qanchadan oldim dedingiz aka bularni? 100 kilo oshiq turishi hozir 10 kilo, 115 kilo. Примерно haligi o'zimizni oldingi rossiyskiy peladan bitta yaptimi hozir yo? Unga bormayaptimi aziyat aka? Ikki mahal berasiz. Silos yaptimi bular yo beda somonmi? Silosga shunaqa beryapsiz. Ko'z tegmasin. Mashallah deb qo'yasizlar. Mana. Endi sal hurkayroq olgan. Tashqaridan olyapmiz qo'chqarlarni. Mana o'zlaring ko'rib bahosini berasizlar. O'zi hammasi bir-biridan katta ekan bular. O chekadagi shipirdaydagi kichikroq ekan o'sha. O'sha sakrayman deyotgandi. Go'shtdor ekan. Qaydan olgansiz aka bularni? Yordan. Ha, o'zimizni Yor bozordanmi? Necha oy bo'ldi endi bularni olganingizga aka? 1 yil bo'ldi. 10 oy bo'pti-da. 12 oymi? Ha. 2,5 milliondan olgan bo'lsangiz, foydasi ham zo'r bo'lar ekan, xudo xolasa, barakasini bersin aka. Lekin zo'r effekt beribdi aka, aziyat ularga. Vitamini ham bor-da, mana ular ham mana katta qo'chqar. Endi bir hozir sigir xunajinlarini ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Xunajinlarga ham silos beryapsizmi endi aka? Faqat bular ham boshqa shekim solmayman. Kepay-mepay ham beryapsizmi chapcha? Ana xunajinlar. Mononis ancha to'lib ketibdi aka. O'tgan safargidan ham. Bellari, kuraklari ochilib ancha to'lib ketibdi. Mana. Mana qorasi mana. O'tgan safar ham oldik. Kechqurun qorong'ida kelib oldik. Mana. Orqa tomondan ham bir ko'rsataman bu yoqqa hayda. Mana hozir. Mana hozir. Aka bularga birinchi ertalab nima berasiz? Silos. Silosdan keyinchi. Silosdan keyin sug'arib, aziyatdan tashlaymiz. Aha. Yotadi shuni. Keyin kechqurun yana bir mahal. Silos, sug'arish. O'shanda bir mahallik aziyat qanchaga to'g'ri kelyapti примерно? Hali loyatadiganda beraman dedingiz-a? 3 kiloda. Ha, ertalab 1,5 kilo, kechqurun 1,5 kilo. Ha. Zo'r. Zo'r ketyapti ekan. Qo'chqarlar, bularga qo'chqarlar ham zo'r ketibdi ekan. Buni o'zi xunajinlar necha oyda tayyor bo'ladi? Anchadan beri baqaman deysiz. Bir oydan o'tib ketmadi. Mana o'zi 2 oy bo'ldi. Ha. O'zi xunajin o'zi asli uzog'i 4 oyda. 4 oy 5 oyroq. Dalada yetalab yurib boqdim-da. Yem keyin boshlandi. 2 oydan o'tdi hozir yem yegan. 2 oyda shunchalik bo'ldi hozir. Dalada ham ancha yetilib qoldi. Ha, dalada o'tga to'yibding-a. Monosiga kichinasiga 2 oy bo'ldi dedingiz-a? Ha, yemga tashlaganingizga. Bu bozordan keyin 2 oy bo'ldi. Ha. Qanchadan olgansiz aka mana shularni? Qorani qancha, buni qanchaga olgansiz? Sir bo'lmasa agar. 1,2 ga sariq. Ha, sariqda? $1000 tushgan. Ha, bunisi-chi? 13,400 ga. Ha. Oldira olingan-da. Qorami? Ha. O'zi bilinib turibdi, bunga nisbatan ancha to'lib ketibdi bu. Suv bir mahal berasiz-a? Yoki mahal. Suv ertalab kechqurun. Yemini yeb bo'lgandan keyin. Chanqaydida? Endi oldin beramiz biz. Ha, yemni oldin. Rahmat aka ma'lumotlar uchun.
Endi ko'rib bilmaganlar o'rganib boqishda o'rganadi-da. Kuzatishda davom etinglar, xudo xolasa. Bundan ham bir chiroyli qilib videolar chiqarishga harakat qilamiz sizlar uchun. Qo'g'aylinglar. Bittadan xudo xolasa laykni bosib qo'yasizlar. Silos qancha endi примерно ertalab kechqurungiz? Ertalab kechqurun 10 kilo, 5 kilo ertalab yo 10 kilo. ertalab 5 kilo, kechqurun 5 kilo. 20 kilo yeydi bir kunda bitta. Bir kunda 20 kilo. Silosga ham to'yar ekanda demak, a? To'g'ri. Somon pomon aralashtirmaysiz. Uyda aralashgan. Aralashganmi? Somonni nima anaqasi bor ekan endi somon silosga aralashtirishdi. Yo yog'ini teradimi Tez ichida? turadi-da, ichi yo'qolib ketmaydi. Yog'siz semiribdi-da molingiz ham. Qassoblar hozir ko'ryapsiz, yog'li molga yopishmayapti hamda. Yog' 15 kunga olmayapti. Sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Tinch bo'linglar akalar.